Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Alex Money kanali do'stlar. Xo'sh do'stlar, bugungi video darsligimizda internetda sarmoyasiz pul ishlash imkoniyatini beradigan, aniqrog'i turli xildagi reklamalar va surfinglar, zadaniyalar bajarib pul ishlash imkoniyatini beradigan yana bir ajoyib bir saytimiz bilan sizlarni tanishtirib va ko'rsatib o'tmoqchiman do'stlar. Xo'sh do'stlar, video rolikni boshlashimizdan oldin albatta Alex Money kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmachani bosib, like tugmachasini ham bosib qo'yasizlar degan umiddamiz va kanalimizni albatta qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddaman akalar. Xo'sh, bo'lmasa ko'p gapirib o'tirmaymiz va sizlarga saytni tanishtirishda davom etaman. Bugun ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim nomi xo'sh, SEO-24 deb ataladi. Bu saytda aytib o'tganimdek, biz sarmoyasiz reklamalar ko'rib va zadaniyalar bajarib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin do'stlar. Xo'sh do'stlar, albatta sayt silkasi video rolik ostida bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa sarmoyasiz reklamalar ko'rib, turli xildagi zadaniyalar bajarib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin do'stlar. Xo'sh, albatta sayt silkasi video rolik ostida bo'ladi. Bo'lmasa biz hozir bu saytdan registratsiyadan o'tish jarayonini ko'rib o'tamiz do'stlar sizlar bilan. Xo'sh, saytga kirganimizdan keyin mana shunday bizda oyna ochiladi va biz bu yerda mana chap burchakda registratsiya va vxod tugmachalari bor. Biz registratsiyadan o'tib olishimiz kerak. Bu yerda mana registratsiya tugmachasiga bir marta bosamiz akalar. Va registratsiya tugmachasiga bosganimizda bizda mana bunday oyna chiqadi. Biz registratsiyadan o'tishimiz uchun, ya'ni bu yerda imya va email, parol va kapcha chiqadi bu yerda. Biz bu yerga mana o'z shaxsiy ismimizni kiritamiz birinchi yo'lakka va ikkinchi yo'lakka elektron pochta manzilimizni kiritamiz va uchinchi yo'lakka predmet parol deyapti. O'zimizning shaxsiy parolimizni kiritamiz saytdan kirib chiqib yurishimiz uchun. Mana shu yerga shaxsiy parol kiritamiz va bu yerda mana bu rasmda ko'rsatilgan kapcha raqamlarni mana shu yerga kirgizamiz 4-yo'lakka va bu yerda zaregistrироваться tugmachasiga bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Saytdan ro'yxatdan o'tish xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Hech qanday muammolar bo'lmaydi do'stlar. Osongina ro'yxatdan o'tib olasizlar mana shu tarzda. Xo'sh, men hozir bu saytdan ro'yxatdan o'tib qo'yganman. 2 marta ro'yxatdan o'ta olmayman. Bo'lmasa men o'z profilimga tashrif buyuraman va qolganini sizlarga video rolik jarayonida saytni qisqa va lo'nda qilib tushuntirishda harakat qilaman akalar. Bo'lmasa men o'z profilimga ketdim akalar. Vxod tugmachasiga bosgan holda bu yerda o'sha rasmda ko'rsatilgan kapchani terib olamiz. Xo'sh. Kapcha terildi va bu yerda YT tugmachasiga bosib saytga tashrif buyuraman akalar. Xo'sh, mana saytga tashrif buyurdim o'z ish kabinetimga do'stlar. Sizlar ham xuddi mana shu tarzda ish kabinetlaringga tashrif buyurasizlar registratsiyadan o'tganlaringdan keyin. Keyin do'stlar, registratsiyadan o'tganimizdan keyin eng asosiy qiladigan ishimiz saytning nastroyka bo'limlarini to'ldirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yerda mana pastrog'iga tushamiz. Pastrog'iga tushganimizda bu yerda mana profil va nastroyka bo'limlari bor. Nastroyka bo'limiga o'tamiz va bu yerda основной deyapti. Bu yerga o'z logotifingizni qo'yib qo'yishingiz mumkin, xohlagan bir rasmingizni. Shart ham emas rasm qo'yish. Eng asosiysi bu yerda mana koshelok degan joy bor. Mana shu koshelokka bosamiz va bu yerda Payer, Yandex Money, Kiwi, Perfect Money, Advikash kosheloklari bor ekan do'stlar. Bu yerga sizda qanday elektron hamyoningiz bo'lsa, mana shu yerga hammasini kirgizib qo'yinglar. Sizda qanday elektron hamyon bo'lsa do'stlar. Hozir bu yerda keraklisi bizga Payer koshelok kerak. Payer hamyonimizni ham kirgizamiz va bu yerda Kiwi ni ham kirgizamiz. Va kosheloklarimizni mana shu yerga kirgizganimizdan keyin bu yerda сохранить tugmachaga bir marta bosamiz akalar. Xo'sh, ozgina kutib turamiz. Menimcha koshelogimiz сохранить bo'ldi. Bir marta перезагрузка beramiz. Bo'ldi do'stlar, mana koshelogimiz сохранить bo'ldi. Sizlar ham xuddi mana shu tarzda kosheloklaringizni сохранить qo'yinglar mana shu yerga. Xo'sh, keyingi bo'linmamiz bu yerda приведение deyapti. Bu yerga o'tamiz hozir. Bu yerga kirganimizda do'stlar mana shu bo'limda, ya'ni biz o'z dalniylarimizni kirgizib qo'yishimiz kerak ekan. Bu yerda polimizni tanlashimiz kerak. Ya'ni ayol kishi bo'lsa ayol kishi, erkak kishi bo'lsa erkak kishi. Bu yerda mujina va bu yerda data рождения deyapti. Xo'sh.
Shu bo'lsa kerak menimcha. Video каждый degan narsani tanlab qo'yamiz ekan bu yerga. Va bu yerda Prenimatin degan joyni tanlaymiz. Va bu yerda net da deyapti. Rejim of изменения deyapti. Bu yerda ham net tanlab qo'yamiz va все пользовательный deyapti. Unchalik bilmayman. Bu muammo emas akalar, rus tilini bilish bilmaslik. Hozir sizlarga buni ko'rsatib o'taman. Agar rus tilini bilmaydiganlar uchun mana Google Translate ga Google
zadaniya bo'limi bor saytda. Zadaniya bo'limiga o'tamiz. Ya'ni biz zadaniyalar bajarib ham pul ishlashimiz mumkin. Bu yerda aytyapti registratsiya Evropa deyapti. Ya'ni mana shu saytdan biz shunchaki registratsiyadan o'tamiz va biz mana shu saytdan ro'yxatdan o'tganimizga bizga mana 80 kopek berilar ekan. Hozir biz nima zadaniyani bajarishimiz mumkin, lekin video roligimiz cho'zilib ketishi mumkin. O'shaning uchun zadaniyani bajarmaymiz. Video rolik vobshe cho'zilib ketadi akalar o'zi. Bu bo'linmada ham sarmoyasiz zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin akalar. Hozircha saytda mana shu tarzda pul ishlanadi akalar. Surfing, Pisma, YouTube, Vipamneti zadaniya bo'limlarida sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin akalar. Keyin do'stlar, saytda referalni programma sistemasi ham bo'lishi kerak. Buning uchun pastroqqa tushganimizda sistemnika degan joyga o'tamiz mana. Va bu yerda mana o'z referalni silkamizni topishimiz mumkin. Mana shu referal silkamiz bo'ladi o'zi. Saytdagi referal silkamiz bo'ladi. Mana shuni kopirovat qilamiz. Va kopirovat qilgan silkamizni o'z do'stlarimizga tarqatamiz va mana shu silka orqali do'stlarimiz saytdan ro'yxatdan o'tib, saytda misol uchun 100 rubl pul ishlaydigan bo'lsa, bizning hisobimizga avtomatik tarzda 10 rubl pul tashlab beriladi. Do'stimizning hisobidan emas, sayt o'z hisobidan bizga 10 rubl tashlab beradi. Agar do'stimiz 100 rubl pul ishlasa akalar. Mana shu yerdan o'z referalni silkangizni topsangiz bo'ladi. Keyin do'stlar, saytdan eng asosiysi pulni chiqarib olishimiz uchun bu yerda pastrog'iga tushganimizda Vivod Sredstva bo'limi bor mana. Vivod Sredstva bo'limiga o'tamiz va bu yerda xohlasak Payer, xohlasak Yandex Money, Kiwi, Perfect Money, Advikash. Siz qaysi yuqorida qaysi kashalokni saqlanib qilib o'tgan bo'lsangiz, ana shu kashalogingizga pulingizni chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerda biz mana Payerni tanlaymiz. Va bu yerga minimalni saytdan pul chiqarib olish akalar mana 2 rublni tashkil etar ekan saytda. Minimalka 2 rubl ekan. Mana shu yerga o'sha siz minimalkadagi pulni yozasiz va bu yerda o'sha saqlanib qilgan hamyoningiz avtomatik chiqib turadi va bu yerda Viplata tugmachasiga bosgan holda saytdan pulni chiqarib olasiz do'stlar. Saytdan xuddi mana shu tarzda pulni chiqarib olasizlar akalar. Xo'sh. Bo'lmasa sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim, bugungi saytim mana shundan iborat edi akalar. Sayt vobshe bomba. Sayt hammalaringga tavsiya qilaman akalar. Shunchaki registratsiyadan o'tib tashlab qo'ymanglar, ishlash kerak albatta. Asosiysi mana surfing bo'limida akalar normalniy pul ishlasa bo'ladi. To'lovlari ham yuqori mana 27 kopek. Mana har xil 18 kopek, 38 har xil akalar mana. Reklamalar tiqilib yotibdi bu saytda akalar. Reklamani ko'rib bo'ldingizmi? Har 1 soat, 2 soatda reklamalar yana almashib turaveradi. Sizdan qilinadigan talab shu saytga har 1 soat, 2 soatda kirib, hech qancha vaqtingiz ketmaydi. Uzog'i 15 minut, 20 minutda bari zadaniyalar bajarib bo'lasiz bu yerda. Uzog'i yarim soat akalar. Ana borsa, yarim soatda normalniy pul ishlab chiqib ketasiz. Xo'sh, bo'lmasa sayt sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta sayt silkasi video rolik ostida bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa mana sarmoyasiz turli xildagi reklamalar va zadaniyalar bajarib, saytda sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin akalar. Xo'sh, bo'lmasa biz video roligimizni yakunlaymiz. Sizlar bilan har doimgidek Alex Money kanali bo'ldi akalar. Kanalimizdan yiroqlashmanglar va like va podpisatsiya qo'ng'iroqcha tugmachalarini bosib, kanalimizni albatta qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddaman akalar. Bo'lmasa biz video roligimizni yakunlaymiz va keyingi video darsliklarda ko'rishguncha hammangizga xayr akalar.